Hozir menimcha bizning shaxsiy rivojlanishimizga xalaqit qilayotgan narsalar juda ham ko'p. Ularni eng birinchilardan menimchalik uyatsizlik bo'lib qoldi. Subhanalloh, hozir O'zbekiston ko'chalarida bir xil qizlarning yurishini ko'rinishi taxminan 50-yilda pornografiya hisoblangan. Pornografiyani hozir boshqacha nom bilan atashyapti. Zamonaviylik. Uyatsiz narsalarni ko'rish, uyatsiz narsalarni tarqatish hozirgi erkaklarni erkakligidan judo qilib qo'yyapti menimchalik. Rostakasim erkak o'zi emotsional holatini va amalini boshqara oladigan voyaga yetgan o'g'il bola menimchalik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kuchli odam bu boshqalardan jismoniy kuch bilan o'tib ketgan odam emas. Kuchli odam bu jahli chiqqanda shu g'azabini boshqara olgan odam deganlar. Avkamaqol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Pornografiyaga berilgan odam tanqidiy yoki kreativ fikrlashdan mahrum bo'ladi. O'zini boshqara olmay qoladi. Emotsional nostabillikka tushib qoladi. Yolg'izlik, izolyatsiya, depressiya, o'zini aybdor his qilish va boshqa siz xohlamaydigan narsalarga olib keladi. Oilaviy muammolarni umuman gapirmasa ham bo'ladi. Umuman bunaqa odamni boshqarish oson bo'lib qoladi. Bunaqa odam kamdan kam tepaga chiqadi. Chiqib olgan bo'lsa ham pastga tushib ketish juda ham oson bo'ladi. Tashqaridan qaraganda juda ham oddiy, normalniy odamga o'xshaydi, lekin ichidan chirivotgan bo'ladi. Yuragiga dog' toshib ketgan bo'ladi. Xuddi narkomanlarga, xuddi alkogoliklarga o'xshab tobelikka berilgan. Xuddi shunaqa, agar undan ham kuchliroq bo'lmasa agar davolanish kerak bunaqa odam. Alloh alam, lekin menimcha bunaqa birodarlarimizga yordamimiz kerak. Tasavvur qiling, siz mana shu narsa ko'rib o'tiribsiz, Alloh subhanahu taolo sizni kuzatib turibdi. Boshqa bitta odam shu narsa qilayotganingizni ko'rib qolsa, sharmandangiz chiqib ketadi. Boshqa bu odamning ko'ziga ham qarolmaysiz. Lekin Alloh ko'rib tursa maylimi? Qanaqa qilib bu yoqda o'zini rivojlantirish haqida gap ketishi mumkin, bitta shu narsani tasha olmasa.